özgermeydigan din muşu idi. Bu da muşunun buyurulganda bu beyine kelgendikilla beyine muşu bizniki mümin musulmonligimizni ölçeydigan ölçem. Muş kelgendikilla parçalanıp çıketdi. Namaz nima uchun o'qiymiz? Alloh bilan aloqamizni kuchlantirish uchun. Namaz mu'minlarning miroji. Biz mirojga chiqqan vaqtda Alloh bilan so'zlashimiz. Allah bizga buyruq berdi, biz buyruqni labbeyk deymiz, sa'dayk deymiz, ma'qul deymiz. Shuning uchun namoz o'qigan vaqtda xuzu xushu namozning ruknlari qatorasida. Xuzu xushu degan ruhimizni namozning ruhiga maslash kanalda Allah'ınki celal, cemal, muqtadir, ceberut, cebbar sıfatları var. İnsanlar boysunmasını mecbur boysunduruyorlar. Yalnız alem emas, her qandaq narsani Allah bir buyruq bilan boysunduruyorlar. Allah'ın sıfatları var. Allah'ın o büyük kudretini kallamızdan bir tarafida üzümüzdeki hech nimaga yaramaydigan ojizligimizni bir tarafda qiyos qilgan vaqtda o'zimizning nolligimizni Allohning cheksiz ekanligini o'ylab turib namoz qilgan vaqtda shunday haybat bilan Allohdan bir tarafdan qo'rqib, bir tarafdan hurmat qilib turib, bir tarafdan umid kutib turib shunday o'qildi namoz. Ayminib turib. Namoz Allah bilan aramızdaki aloqani kuchlantirish uchun qilingan ibodat. Zakatchu. Zakat biz bilan xalqimizning orasidagi aloqani kuchlantiradi. Namoz bilan zakatning davomli bir yerga kelishning ma'nosi o'ng qo'lingizda Alloh bilan bo'lgan aloqangiz ching bo'lsin, so'l qo'lingizda xalqingiz bilan bo'lgan aloqangiz ching bo'lsin. Chunki biz bergan zakatning Allohning ehtiyoji yo'q unga. Biz zakat bersak shu xalqimizga faqirlik beramiz, ojiz kambag'allik. Zakat ve namazның farz bo'lishi bir qo'limizda Alloh bilan bo'lgan aloqamizni kuchlantirish, yana bir qo'limizda xalqimiz bilan bo'lgan aloqani kuchlantirish. Agar xalqning aloqamizni uzilib qolsa-chi, ikki parchaliq bir narsaning bir parchaga sunib ketgandeklarga ma'maydi degan. Shuning uchun xalqdan ayrilgan jamoat bo'lib turish bektas. Xalqdan ayrılgan lider olub turuşu mümkün emas. Xalqdan ayrılgan inqilab bo'lib turishi mumkin emas. Shuning uchun Allah bir tarafdan Alloh bilan bo'lgan aloqani kuchlantirishimizni tavsiya qilsa, yana bir tarafdan xalqimiz bo'lgan aloqani uni kuchlantirish. Agar mushu ruh bo'lgan chaqda, mushu beyina mushu o'zimizni saqlab, beshimizni kaydirib aqlasak bo'ladi. Namazın ruhi mende var mı yok mu? Allah ile alakam kuchlanatmamdı. Allah'dan qo'rqayotamdim, qo'rqmayotamdim. Qilgan ishlarimda Allah rızasını o'lcham qilayotamdim, qilmayotamdim. Uni o'zimizdan so'rashimiz lozim. Ikkinchi qatimda xalqim bilan bo'lgan munosabatim yaxshimi, yaxshi emasmi? Xalqim uchun nima qilib berdim? Zakat degan shu-ku. Xalq bilan aloqani kuchlantirish degan shu. Zakat degan aslan lug'at ma'nosida pokizlanish degan gap. Qad aflaha men zakkaha ve qad khaba men dassaha diye sura Şems'te. O'zininki nefsini pokizlay olgan odam maqsadga yetdi. Ammo o'zini kirlashtirib etgan odam ziyon tortdi degan gap. Zakat degan pokizlash. Mesela melimizden birimiz zakatını, melimiz pakizliğinde halal oludu. Ömrümüzden zakatını verimiz, ömrümüz pakiz oludu. Ballarımızdan zakatını verimiz, ballarımız pakiz oludu. Vaktimizden zakatını verimiz, vaktimiz pakiz oludu. Allah bizge qandaq bir nimet bergen bolsa, şu nimetten zakatını beriş, şu nimetni pakizlaydi. Eğer bu zakatның ruhi bo'yicha agar o'zimizni pokizlayolmagan bo'lsak, bir tarafdan zakat berib turib, bir tarafdan ruhimiz kirib olgan bo'lsa, bir tarafdan zakat berib turib, xalqimiz bilan aloqamiz yaxshi bo'lmagan bo'lsa, bu zakat joiz bo'lmadi degan. Shuning uchun o'lchamlar bo'yicha o'zimizni o'lchiga vaqtida
Eğer doğru kelgen bolsa, korkmay biz Müslüman, biz mümin diyelsek bulaverdi. Eğer doğru kelmegen bolsa, özümüzde Müslüman desek mi, mümin divasak mı bərabər. Çünkü bizning dinimiz hesap emas, Allah'ın dini hesap qo'ygan ahirgi hesapda. Şoň Allah bu yerda nima dedi ahirida? Va zalika dinul qayyima. Tüp-tüz, dağdan to'g'ri bo'lgan dinmuş şu deydi. Eğer bundaq bo'lmasa to'g'ri bo'lmaydi u. Qayyima bo'lanmaydi u. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ulaike hum şerrul beriyye. Hakikaten ehli kitaptan ve müşriklerden kafir bolganlar cehennemnin utuda u otning ichida ebedi qoladi. Yani kafir bolganlar müşriklerden ve ehli kitaptan. Mesela biz özümüzü müşrik demeyiz mesela. Gerçi özümüzden bazı vaxtlarda müşrikligimizni his qilamasak mı? Yüzümüzde itiraf qilmaymiz, müşrik demeyiz. Ama ehli kitap ekanligimizda gap yo'q. Allah bizga Qur'onni berdi, shundaymi? Ehli kitap ekanligimizda gap yo'q. Ama ehli kitapning ichidan kafir bo'lganlar deydi. Ya'ni qo'lida kitob turib, Allohning kalam qo'lida batırlıq kafir bo'lganlar, ular cehennemning ichida, fi nari cehenneme, cehennemning o'tining ichida halidine, davamlıq bo'lgan, ebedil ebed bo'lgan halda, yani fiha, yani şu cehennemning ichida. Fi kelimesi zerb Arapçada bir narsaning ichini bildirdi. Va ikki qatam kelyapti fi. Narun muqsada deydi o. Tüpüge keydirilip ot merkezi bo'lib qoladi ekanda. Tüpüge keydirilip ot, tüpüdün tuvaqdek keydirilip qulp silinib ketgan oti muqsada. Yani otning ichiga chiribmi, yana uning ichiga chirib qimirlayanmaydigan yerda cehennemning o'tida abadiy abad qoladi bunda kafirlar. Nima uchun? Allah'ni biladi. Allah'a bo'lgan oyat ma'lumotli keliglik. Kitob berillik ahli kitob. Qo'lida kitob turug'liq Allah va Allohning dinining ma'lumotlari hammasi bilib turug'liq, ya'ni kafir bo'lganlar, ya'ni yuqorqi bayina o'lchimiga tushmaganlar cehennemning o'tida abadiy abad qoladi. Ulaike hum şerrul beriyye. Mana bular canlıklarning ichida eng yomoni, eng eskisi deydi. Canlıklarning ichida eng eskisi. Biz canlıklarning ichida eng eski bir eskilardan deb baq desa nima deymiz? Kallamizga kelgandan yirtqich hayvonlar keladi boshda. Yılan deymiz, chayon deymiz, to'ng'iz deymiz, yov to'ng'iz deymiz. Eng eskisini deb desa aqlimizga g'ashi keladi. Allah bu ayeti deydi, şu canlıklarning eng eskisi şu insanlar deydi. Nima uchun? O biz eski davat qilganlar, mesela biz zahrini sanjib qo'yib, ya bir tishlaydi, o'ltirdi, tugaydi o. Ama insanның eskilari qanday qiladi? Eski yo'l uchun plan tuzdi, programma tuzdi. Strategiya tuzib chiqdi. Eski g'oyalarini, yomon ishlarini amaliylashtirish uchun. Hatta eskiligidan şeytanın qo'rqib qochib ketgandek eski insonlar bo'ladi. Shuning uchun bular sharrul bariya, canlıklarning eng eski mushu deydi. Allah yana bir oyatda Sura Anfalda inne şerrad davabbi indallahi summul bukmul ladina la yaqilun deydi o. Davab deydi bu yerda. Davab degan bunda o'milib mangadigan canlıklarning ichida en eskisi gaz, gaça, aklını işletmeydiğinler en eskisi şu değil. Mesela kuluğu var, hakkını anlamaydiğin. Ağzı var, hakkını sözlemeydiğin. Aklı var, hakikat hakkında oyunu bakmaydiğin. Muşula davabının en eskisi değil. Davabı degen hayvan. Ömülüp mağdığın hayvan. Beriye diyen hemen öz içi kalıdır. Canlık. Berriye olsa kuruluk. Reynin teşdidi eden berriye olsa kuruluk. Beriye canlıkların en eskisi. Karı kafirden eski. Karı kafir hemen eski değil.
Ya mesela Ya ma'no nima çoğunun degan day yoki hech qanday men hech nima ishonmayman degan kommunistlar bor mesela. kafir hali Endi Qur'onni o'qimaydi. Uni bilan qilmaydi. Ular kitap yok. ma'lumot yo'q emas buningda. Uni bilmaydi mesela. Uni bilmagachga anasidan shunday qari kafir tug'ilgan. Uning cho'ng'igan muhiti shunday qari kafir pardasi uylab ketdi. Uni Alloh sening sharoiting yo'q ekan deb uni bir olib jannatga qisib qo'ymaydi. Uni jahannamga ichiradi. Ammo uningda bir yomoni mushrik va ahli kitobning qatidan kafir bo'lganlar qari Xitoydan yomon deydi. Chunki qari Xitoy bilmagan